O'zbekiston Prezidentining aytishicha bo'yicha bitta korxonaning yopilishi favqulodda holat bo'lishi kerak. Zarur oziq-ovqat va tibbiy gigiyenik vositalari import nol qiymatda soliqqa tortiladi. O'zbekiston Prezidentining farmoni. O'zbekiston Prezidenti tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun yangi farmonga imzo qo'ydi. Bugun temur intizom talab etiladi. Prezident karantin tartiblarini buzayotganlar tanqid qildi. Uy sharoitidagi karantin qay tartibda bekor qilinishi ma'lum qilindi. Siz ishidan kamchilik qidirayotgan xodimlar tek oyoqda 12 soat xizmat qilyapti. Shohrux G'iyosovning aytishicha bo'yicha ayrim xodimlar 3 sutkada bir marta kiyimini yuvdirib almashtirib kelishi uchungina uylariga borishyapti. Profilaktika inspektorlari ularga yordamga jalb etilgan. Boshqa xodimlar karantinda bo'lgan fuqarolarning uylari tagida uyqusiz o'tirishyapti. Ularning ham bola chaqasi bor, ular ham charchashadi. Hozir hech kimga oson emas deya izoh qildi. Eron o'zini kutayotgan mavhulikka tayyormi? O'zbekistonda tashxis qo'yish uchun 200 mingdan ortiq test tizimlari zaxirasi mavjud. Angrenda avtoidol xizmati 1283 kishini chuv tushirgani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda koronavirusdan zararlanish holatlari 221 taga yetdi. Ehtiyojmandlar 1197 raqamiga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Toshkentda xayriya markazi ish boshladi. Qotilga aylanmang. Karantinga ketsangiz kartoshkalaringiz ham kerak bo'lmaydi. Hukumatning tezkorligi va keskin choralari Marokash koronavirus tarqalishiga qarshi qanday kurashmoqda? Mirjalol Qosimov koronavirusga qarshi kurash doirasida 75 million so'm xayriya qildi. Lukashenko global o'yinchilar koronavirusdan dunyoni urushsiz bo'lib olishdan foydalanishi mumkin deya izoh berdi. Koronavirusning kelishi bandalarni sinash, jazolash yoki poklash uchun yuborildi deya izoh berdi Rahmatulloh qori Sayfiddinov. Transport harakati cheklanishi. Toshkentda havo ifloslanishi sezilarli darajada kamaytirildi. O'zbekistonda koronavirusga chalingan bemorlarning yana 13 nafari tuzaldi. Toshkentda karantin qoidalarini buzayotganlarni aniqlash bo'yicha maxsus reyd o'tkazila boshladi. Karantinda farmatsevtika faoliyati uchun litsenziyasini uzaytirishni qanday amalga oshirildi? Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi direktori Sardor Qariyev Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislari koronavirus epidemiyasiga qarshi kurashish uchun jalb etilganligi hamda mutaxassislarning sanatoriya epidemiologik xavfsizligini ta'minlash maqsadida tibbiy hamda farmatsevtika faoliyatlariga 2020-yilning 1-aprelidan boshlab davlat xizmatlari markazlari hamda yagona Interpol davlat xizmatlari portali orqali litsenziya berish amal qilish muddatini uzaytirishi, qayta rasmiylashtirish, yangi litsenziya bitimi imzolash to'g'risidagi arizalarni yangi tashkil etilayotgan farmatsevtika korxonalariga dori vositalari va tibbiy buyumlarni ishlab chiqarish uchun litsenziya berish, bundan mustasno qabul qilish 2020-yilning 1-mayigacha qadar to'xtatiladi. Toshkentdagi kecha-yu kunduz o'tkazilayotgan reydlarni maxsus ruxsatnomasiz va niqobsiz harakatlanayotgan haydovchilarga chora ko'rilmoqda. Qahramon Xudoybergenov Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i shunday deb izoh berdi. Ekspertchilar uyushmasi yirik tadbirkorlar va eksportyorlarning mutaxassislariga maxsus ruxsatnoma olishdan ko'maklashadi. O'zbekistonda dezinfeksiya ishlari uchun 1 milliard so'm ajratildi. O'zbekistonda bahor. Qashqadaryoda bugun 3-aprel, shu kunlarda esa Dehqonobodda qor yog'ibdi. Yoqqanda ham tog'ning 2 qishlog'i butkul oppoq qorga aylanibdi. Ana xolos, Toshkentdan Xorazmga yuk mashinasida odamlarni yashirib taksi qilib olib ketayotgan shaxs ushlandi. Shu yilning 1-apreldan boshlab Toshkent Nukus shaharlari va viloyatlar markazlarida o'zini yakkalash samoizolyatsiya hayot tarzi joriy etiladi. 65 yoshdan yuqori bo'lgan fuqarolarga uydan tashqariga chiqish qat'iyan man etiladi. Zarurat bo'lganda taqdirdagina yaqin atrofdagi dorixona, oziq-ovqat va birinchi galdagi tovarlar do'koniga chiqishlik ruxsat etiladi. Nega yakka tartibdagi xayriyalar cheklandi? Elmira Bositxonova, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri birinchi o'rinbosari, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining tashabbusi hamda respublika maxsus komissiyasi qaroriga muvofiq homiylik xayriyalarini
muvofiqlashtirish markazlari joriy etildi. Markazlar orqali jismoniy va yuridik shaxslarning bexaros yordamlari sanitariya-gigiyenik talablari nuqtai nazarda to'liq ko'rikdan o'tkazilib, karantin talablariga qat'iy rioya etilgan holda ehtiyojmandlarga yetkazib beriladi. Biz tadbirkorlarga hech qanday qarashligimiz yo'q. Ularning homiylik qat'iy harakatlarini to'liq quvvatlaymiz. Marhamat, ular Toshkent shahrida bo'ladigan bo'lsa, O'zexpo markazida tashkil etilgan markazga hududlarda ham tegishli markazlarga murojaat qilishsin. Markazlarda homiylik yordamlarining sanitar holati to'liq ko'rikdan o'tkaziladi. Ehtiyojmand oilalarga berilgan xayriya yordamlari haqidagi ma'lumotlarni muntazam yetkazib boramiz. Aziz YouTube tomoshabinlar, sizlarga bugun yetkazib bermoqchi bo'lgan so'nggi yangiliklarimiz shundan iborat edi. Agar bizning shu yangiliklarimiz sizga yoqqan bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyaga qoldiring. Agar bizning kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang hamda like bosishni unutmang. Bizni keyingi video roliklarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosing.